Yaltirab sochniligi bilan ko'pchilikning ishtahasini ochadigan hamda daromad keltiradigan paxlava retseptini ko'pchilik sir tutadi. Men esa bu retseptni sizlar bilan bepul bo'lishmoqchiman. Bismillah deb un hamda margarinni urvoq qilib olamiz. Tuz, vanilin, kabartma solib aralashtirib, smetana hamda tuxum sarig'ini solib xamir qoramiz. Qorilgan xamirimizni teng 3 bo'lakka bo'lib, bir bo'lagini yoyib, vilka urib, qizigan duxovkada tilla rang bo'lguncha pishirib olamiz. Nachinkasi uchun maydalangan yong'oq, tuxum moqi va glyukoza solasizlar. Glyukoza, to'g'ri eshitdinglar, aynan glyukoza va xohishga ko'ra magiz. Tinga ikkinchi xamirimizni yoyib, ichiga nachinkamizni teng yarmini solib, tekislab pishgan xamirimizni qo'yib, qolgan nachinkamizni solib, eng ustiga 3-xamirimizni yopib, tuxum sarig'ini surtamiz va videoda ko'rsatilgan tartibda kesib, xohishga ko'ra bezatishingiz mumkin. Qizigan duxovkada tilla rang bo'lgunicha pishirib, ustiga sirop qo'yamiz. Siropi uchun asal hamda saryoni gazda eritib olamiz. Issiqligida qo'yib, dasturxonga tortishingiz mumkin. Sizlar bilan xosiyat shams.